100% narxiga arziydigan ikkita kuxni garnitur topib qo'ydim o'rtoqlar. Bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bitta like bosib, kommentariyada oluvchani qizartirib qo'ysanglar, biz obzorni boshladik. Xo'p, shu kuxnamizdan boshlaymiz. Qaranglar. Bu tarafdan devorgacha 2 metr bo'ladi. Devordan bu tarafgacha 260 o'zini gaz plitasi bilan. Gaz plitasi Artel pasti polni elektriskiy bo'ladi. Tepalari gaz bo'ladi, o'zining gaz kontrollari bor. Vichkalarini ham bonusga qo'shib beramiz. Eng oxirgi modellardan bo'ladi. Bu kuxni garniturimiz 100% akrildan qilingan. O'zining smesitel moykalari bor. Mana shu ozgina defektchasi bor. Lekin bu unaqa bilinmaydi. O'zinglar uchun almashtirib olsanglar ham bo'ladi. Holatlari ko'rib turibsizlar, zo'r turibdi. PV kronkalar qo'yilgan. Xullas, sostoyaniya qurt. Buni narxini atiga 400 dollarga berib yuboramiz. Ikkinchi kuxni garniturimiz uzunasiga to'g'ri tushadi bu. 310 bo'ladi. Endi buni gaz plitasi GFS bilasizlar, Belaruskiya gaz plita bo'ladi. Pasi ham tepasi ham gazda yonadigan bo'ladi. Eng oxirgi modellaridan o'zining vichkalari bilan birga. Bu kuxni garniturimiz 100% hamma joyi MDF dan qilingan. Smesitel moykalari bor, holatlari ideal holatda turibdi. Ko'rib turibsizlar, даже shunaqa sushilkalar ham qo'yib ketilgan. Xo'p, bu kuxni garniturimizning ham narxi 400 dollar. Egalari nomeri Telegram kanalida bo'ladi. Bemalol o'tib telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Ulgurib qolinglar.